Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Trampning Ukraina bo'yicha rejasi Zelenskiy uchun signal. Qrim parlamenti rahbari. Putin Rossiyadagi migratsiya bilan bog'liq vaziyatga izoh berdi. Asad rejimi qulagach, Turkiya Suriya shimolida jang boshladi. Zelenskiy Trampdan Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini talab qildi. Suriyada ayollarni hijob o'rashga majburlash taqiqlandi. AQSh Suriyadagi guruhlar orasidan yangi hamkorlar qidirmoqda. Isroil tanklari Damashq chekkasiga yetib bordi. Trampning Ukraina bo'yicha rejasi Zelenskiy uchun signal. Qrim parlamenti rahbari. AQShning bo'lajak prezidenti Donald Trampning Ukrainadagi mojaroni hal qilish konsepsiyasi Vladimir Zelenskiy va uning atrofidagilarni evakuatsiya qilish uchun signal bo'lishi mumkin. Bu haqda Qrim parlamenti rahbari Vladimir Konstantinov ma'lum qildi deb yozmoqda RIA Novosti. Avvalroq Tramp Vladimir Zelenskiy va Ukraina kelishuviga erishmoqchi deb aytdi va zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muzokaralar o'tkazishga chaqirgan edi. Keyinroq New York Post gazetasiga Ukrainadagi bema'ni mojaroga barham berish konsepsiyasini ishlab chiqayotganini aytdi. Agar Trampning konsepsiyasi Rossiyaning geosiyosiy manfaatlarini hisobga olgan holda Ukrainada adolatni, tinchlik o'rnatishga mo'ljallangan bo'lsa, Zelenskiy rejimi uchun bunday tinchlikning boshlanishi evakuatsiya uchun signaldir, dedi Konstantinov RIA Novosti bilan suhbatda. Uning fikricha, Ukrainaga terroristik rejimni yo'q qilish, Ukraina aholisi uchun gumanitar va axborot erkinligini o'z ichiga olgan tinchlik kerak. Putin Rossiyadagi migratsiya bilan bog'liq vaziyatga izoh berdi. Migratsiya holati har qanday mamlakat aholisi uchun qulay bo'lishi kerak. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin KXSHTga a'zo davlatlar parlamentlari rahbarlari bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Migratsiya xavfsizligi konsepsiyasi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar o'z vaqtida tayyorlandi. Bundan Rossiya Federatsiyasi ham, hamkorlarimiz ham manfaatdor, degan u. Davlat rahbari shuningdek KXSHTning bir mamlakatidan boshqasiga ko'chib o'tayotgan fuqarolar, mahalliy aholi o'zini xotirjam va xavfsiz his qilishi uchun o'z vaqtida ko'rilgan choralar muhimligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, mehmonlar yashash va ishlashni rejalashtirgan davlat tilini ham bilishi kerak. Bundan tashqari, Vladimir Putin ko'chib o'tayotganlar uchun ijtimoiy kafolatlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash kerakligini qo'shimcha qilgan. Ma'lumot uchun, Davlat dumasi migratsiya siyosatini tartibga solish bilan bog'liq bir qancha qonun loyihalarini ko'rib chiqmoqda. Agar ular qabul qilinsa, yil oxirigacha Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'yicha 13 ta qonun amal qiladi. Asad rejimi qulagach, Turkiya Suriya shimolida kurdlar bilan jang olib bormoqda. Reuters agentligi Anqaradagi manbasiga asoslanib, suriyalik isyonchilar Turkiya ko'magida 9 dekabrga kelib Manbij shahrini nazorat ostiga olgani haqida xabar berdi. 8 dekabr kuni kechqurun holatida kurdlar lashkari vakili Manbij qo'ldan ketgani haqidagi xabarlarni rad etgandi. Suriyada inson huquqlariga rioya etilishini monitoring qilish markazi Anqara yordamidan foydalanayotgan guruh 8 dekabr kuni shahardagi bir necha kvartalni egallagani haqida xabar bergandi. Sohir ma'lumotiga ko'ra, shahar uchun jang chog'ida 26 kishi halok bo'lgan, yana 40 kishi yaralangan. Turkiya kurd lashkarini terrorchi tashkilot deb hisoblaydi va shuning uchun unga qarshi kurashuvchi kuchlarni qo'llaydi. Ulardan asosiysi Suriya milliy armiyasi guruhidir. Kurdlar Suriya shimolida mustaqil davlatini tuzishga harakat qilib keladi va AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ular o'z vaqtida IShIDga qarshi kurashda Washingtonning mintaqadagi asosiy hamkori bo'lgandi. Turkiya o'z chegaralari yaqinida kurdlar lashkari turishini tahdid sifatida ko'radi. Anqara o'nlab yillar mobaynida o'z davlatini tuzishni istaydigan kurd ayirmachilar bilan kurashib kelmoqda. Turkiya Suriyadagi bir necha isyonchi guruhlarni, jumladan dam olish kunlarida Damashqqa kirib kelgan Hay'at Tahrir ash-Shomni qo'llab-quvvatlamoqda. Anqara Suriya milliy armiyasiga ham yordam beradi. Bu guruh yollanma jangchilardan tortib jinoyatchilargacha bo'lgan turli kuchlardan tarkib topgan. Anqara buni kurd jangchilaridan himoyalanish uchun Suriya bilan chegara bo'ylab buffer zona tashkil etish zarurati sifatida izohlaydi. Zelenskiy Trampdan Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini talab qildi. Vladimir Zelenskiy AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp bilan Parijdagi uchrashuvda undan xavfsizlik kafolatlarini talab qildi. Bu haqda RIA Novosti Bloomberg nashriga tayangan holda yozmoqda. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan muzokaralarda xavfsizlik kafolatlarini talab qildi, deyiladi nashrda.
Bundan tashqari Zelenskiy Ukraina faqat kuchli pozitsiyadan turib sulh bo'yicha muzokaralarga kirishi mumkinligi haqidagi pozitsiyasini bildirishga harakat qilgan. U shuningdek Ukraina mojaro bor ekan ittifoqqa qo'shila olmasligini aytdi, biroq taklif talab qildi. Shanba kuni Tramp, Zelenskiy va Makron Yelisey saroyida 3 tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Mamlakat ommaviy axborot vositalariga ko'ra, u atigi 35 daqiqa davom etgan. Parijdagi uchrashuvdan so'ng The New York Post gazetasi Tramp Zelenskiyga befarq munosabatda bo'lgani, Kiyev rejimi rahbarining o'zi esa tadbir davomida ikki prezidentning yonida o'zini noqulay his qilganini yozdi. Suriyada ayollarni hijob o'rashga majburlash taqiqlandi. Suriyada qurolli muxolifat qo'mondonligi ayollar uchun majburiy hijobni taqiqlab, ularning erkin kiyinish huquqini e'lon qildi. Bu haqda Al-Vatan gazetasi xabar bermoqda. Suriya muxolifatining bosh qo'mondonligi ayollarga ma'lum bir kiyim kiyishni majburlash yoki ularning kiyim tanlash huquqiga ega har qanday tarzda aralashuvni qat'iyan taqiqlaydi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari yangi hokimiyat vakillari ayollarning tashqi ko'rinishi bilan bog'liq e'tirozlarni bildirish mumkin emasligini belgilab qo'ygan. Hozirda Suriyadagi muxolifat respublikani boshqaradigan o'tish organini shakllantirish ustida ish olib bormoqda. Noyabr oyi oxirida qurolli isyonchilar Suriya shimoliy qismiga yurishni boshladi. Ular Idlib viloyatini, mamlakatdagi aholi soni bo'yicha 2-o'rinda turuvchi Halab shahrini, Hamma va Xoms viloyatlari hududlarining bir qismini o'z nazoratiga oldi. Shundan so'ng Damashqqa kirdi. Prezident Bashar Asad oilasi bilan mamlakatni tark etdi. AQSh Suriyadagi guruhlar orasidan yangi hamkorlar qidiryapti. VP AQSh razvedkasi Suriyada hokimiyatni egallagan isyonchi guruhlar orasidan yangi potensial hamkorlar qidirmoqda. Bu haqda The Washington Post nashri xabar berdi. Pentagon razvedka agentliklari Suriyadagi turli janglar guruhlarining kuchini baholamoqda. AQSh va uning ittifoqchilari xavfsizlik manfaatlariga mos keladigan hamkorlarni aniqlashga harakat qilmoqda, deyiladi xabarda. Boshqa bir mudofaa rasmiysi esa hozirda Washington ma'muriyati va Rossiya Suriyada qoldirgan qurollar va jihozlarni baholamoqda, deb xabar berdi. Manbaga ko'ra, bu qurollar AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi ishlatilishi mumkin. AQSh davlat departamenti vakili Matthew Miller kecha 9-dekabr kuni Washington ma'muriyati vakillari Suriyadagi qurolli oppozitsiya guruhlari bilan, shu jumladan vositachilar orqali aloqada ekanligini ma'lum qilgan. Isroil tanklari Damashq chekkasiga yetib bordi. Isroil qo'shinlari hozirgi vaqtda 1973-yilda Isroil tomonidan bosib olingan Golan tepaliklarining sobiq bufer zonasini to'liq egallab, Suriya ichkarisiga kirgan va Damashq yaqinidagi aholi punktlariga yetib borgan. Bu haqda Al-Mayadin telekanali xabar berdi. Telekanalga ko'ra, Isroil tanklari Yel-Kunaytra shahridan o'tib, Suriya poytaxti tomon harakatni davom ettirmoqda. Telekanal manbalariga ko'ra, Isroil armiyasi hozirda Damashqdan 20 kilometr uzoqlikdagi Qatna shahri hududida joylashgan. Yo'l davomida ular bir nechta shahar va qishloqlarni, jumladan Arna, Bakkasim, Er-Rayma, Hina, Qalo, Jandal, El-Husayniya, Jita va El-Hashabni egallab olgan. Isroil qo'shinlari Damashq janubidagi bir nechta qishloq va shaharlarda hukmronlik o'rnatgani haqida RT Arabik manbalari xabar bermoqda. Telekanal muxbiriga ko'ra, hujum davomida Isroil dronlari Suriya poytaxtiga uzluksiz zarbalar bermoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Isroil qiruvchi samolyotlari Suriyada hokimiyat almashganidan so'ng 250 dan ortiq harbiy nishonga zarba bergani xabar qilingan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.